Bizning uyimizga bitta qiz kelyapti. Qanday umidlar bilan bilasizlarmi? Baxtli bo'laman degan umidlar bilan. Xudo xolisa chiroyli kutib olamiz, chunki men ham yaxshi qaynona bo'lishga harakat qilaman. Bilasizlarmi nimaga? Chunki oldida o'zimning qizim bor. O'zimning qizim ham Xudo xolisa yaxshi joylarga, yaxshi qaynonalarga tushishini orzu qilaman. Birinchi ko'z yoshim o'g'limni to'ydan oldin. Shunda havaslarim ketib ketyapti. Allohim ish qilib bularni baxtli qilsin. Biz esa bularni baxtini ko'rib, tinch er-xotin xursand bo'lib yashaylik. Hamma ota-onalarga mana shunaqa his-tuyg'ularni his qilishinglarni talab qilaman. Allohim suygan bandalardan biriman deb aytaman o'zimni har doim o'zimga. Bugun yana bu narsaga iqror bo'laman. Allohim shunday chiroyli kunlarni ato etayotganiga bizga. Shunday chiroyli qiz, orzu havas qilganimdagi oiladan bitta qiz kelyapti. Va mana shunaqa obstanovka mana shunchaki yuragimni shunaqanaqa qilyapti-yu, nima deydi? Shirin his qilyapti-da. Bu narsalarni ko'rib Allohimga shukrmanman.